Albatta Sulaymon uchun bizning huzurimizda oxiratda yaqinlik, ajr va savoblar va go'zal oqibat jannat bordir. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Ey Muhammad, bandamiz Ayyub Parvardigoriga nido qilib, meni shayton mashaqqat va azobga tutdi degan paytini eslang. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Shunda unga aytildi: oyog'ing bilan yerni tepgin, chashma otilib chuqur. Mana shu cho'miladigan va ichimlik sovuq suvdir. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. Biz o'z tomonimizdan marhamat ko'rsatib, hamda aql egalariga eslatma bo'lishi uchun Ayyubga ahli oilasini va ular bilan qo'shib yana o'shalarning mislicha farzand ato etdik. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Yana biz Ayyubga aytdik: qo'lingga bir bog' novdani olib, u bilan xotiningni urgin-da, qasamingni buzmagin. Darhaqiqat, biz Ayyubni sabr qiluvchi deb topdik. U naqadar yaxshi bandadir. Haqiqatan u Alloh yo'liga butunlay qaytuvchidir.